Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Hop. Dadasi uzoq yo'lga ketyapsiz. Yoningizga bitta sherik ovang uxlab qolasiz. Ha, bo'pti, yo'ldan bitta paputning sherik olib olaman. Hop. Ha, yigitlar, qayerga ekan? Vodiyga yangi yil yo'lga ketyapmiz. Assalomu alaykum. Tekinga olib ketaman, faqat bitta shartim bor. Uyingizda bir yil ishlab beraylikmi? Ay, yo'q, gaplashib ketasizlar, uyqum kelib qolishi mumkin. Ha, bo'ldimi? Boshqa o'z manfaatingiz yo'lida foydalanmaysizmi? Chiqinglar. Men oldinda ketaman. Bagajni oching. Amaki mafiyamisiz? Ha, yo'q, nima nodiysan uka? Mafiyalar shunaqa katta jiddiy yuradi, oq. Ha, yo'q uka, o'zim uchun olganman. Bu Haval H9 mashinasi. 7 o'rindiqli. Sidinalarida Abdub Abagriyev cruise control, xullas hamma narsasi bor. Mana ekranni, monitorning kattaligini ko'ryapsanmi-ku? Undan tashqari bunda Eco, Sport, Standard, ana pesok rejimi ham bor. Dubay cho'llariga borib drift qilsang bo'ladi-ku. Bluetooth ham bormi? Sen kulyapsanmi ustimdan? Ula. Bechara o'sha qiz va qizil gul yerda yotgan ekan. Uni o'lib yotganini ko'rib, Sekin yoshlarni ko'rsim, soatga qarasam 15 kilometr yuribdi dedim. Esimdan ham chiqmaydi. Ey, ukalar, odam qo'rqitmaylar anaqa bir ota, ona haqida qo'shiq eshitib ketaylik, ha? Bor o'shanaqasi, ona papkadan zo'ridan bor. Uyqusi kelmayaptimi ish qilib? Zo'rmi? Zo'r. Assalomu alaykum ona. Sizni yo'qotishdan qo'rqaman. Mendagi o'g'ilni katta qilganingizga rahmat. Ulmotda ulfat bilan men el jo'ta dushmanligini o'rgatdingiz. Uka qo'shiq aytaman deb basharam tupuruq qilib Jim ketaveraylik, ha? Jim. Amaki uxlab qolyapsiz-da. Nima uryapsan? Uxlaganim yo'q, Jim ket. Amaki o'zi ketib qo'la. Yo'q, ketgani yo'q, yaxshiman men. Ana ko'zingizni, ko'zingizni. Jon uka, bu tabiiy holat. Odamning ko'zi yumilib ochiladimi? Jim ket. Ha, bo'ldi. Dadosh. O. Dadosh. Ha, onasi nimaga yig'layapsan? Yig'laganim yo'q. Jinni, meni aldolmaysan, yig'layapsan-ku. Qachon kelasiz musofirda? Sog'indim. O'rtog'ing qizi nima deyapti? Ko'kosh deyaptimi? Yo'q, dadosh deyapti, dadasi degan. Sen yoshda vahsha aynib ketibsanlar, tovag'am. Buni qani? Buni aytyapsizmi? Quchoqlab yotmasam uxlalayman, nimanidir? Sanlar vahsha o'zingdan ketibsanlar. Bu ham ketib qoldi-yu. O'rtoqlar, mana shu YouTube kanal haqiqatan o'zimizniki. Mana shu kanal originali. Bu o'zi ochiladi? Mayli, xo'jayin yaxshi boring. Yangisi kelib qoldi. Voy, ishtamiz qani? Bir kun bo'rini oldiga quyon boribdi-da. Men sendan qo'rqmayman debdi. Ha? Quyon gapirishni bilmaydi-yu. Yomon yomon kuchli deb bilasizmi? Amazonxondan ham kuchlisiz. Burjumaga konsert qo'yasizmi? Jennamasa qanaqa Amazonxon? Rus komik aktyori Yuriy Nikolingdan ham kuchli. Yuriy Nikolin oyga birinchi chiqqan fazogir, adashtirma. Sen aytgan aktyor Yuriy Gagarin. Bu o'shaning uchun ham oddiy ishchida, bu tupi hali ham. O'z ustingda ishla, menga o'sha boshliq bo'lasan keyin. Bu o'zi yopiladimi? Yopib qo'yaman. Oling xo'jayin, pitani ham zo'r qilasiz. Sportsmenlar ham unaqa pitani qila olmaydi. Hamma narsani qo'shib yeyverasiz. Nafsingiz ham yomon-da siz xo'jayin. Bir oylik hisobot qani? Kech topshirdimi xo'jayin? Xato emas. Bir oydan beri yaxshilamayapsan. Boshqa ish topar o'zingga. Xo'jayin, men tilim qursin, noto'g'ri gapim. Mana shu tilimni stolga qo'yaman. Mushna urib jingalay qilib qo'yaman xo'jayin, kechiring meni. Ya men hazilga ishlasan. Sen kelsangiz ikki qolamiz. Qol, bo'pti, qol. Hisobotlarchi xo'jayin. Ha, bir varaq qog'oz tutib turadi. Sen bari doniraver ya, men o'zim hal qilaman. Ol. Yomon-da bu. Xo'jayin, ajratilgan mablag'ga stadionni qurib bitkazing. Tappa-tan yo'q. Yaxshi. Bitta turchi bor tekin. Tur. Yo'lmi, yo'l emasmi? Gol xo'jayin. Sen kelajakni ko'rasan. Ket xo'jayin. Qani? Gol xo'jayin. Qaysi yo'lga o'xsha? Ronaldo. Yo'q. Roberto Carlosni burot tepgani, biriga bir bo'ldi. Men futbolni tushunmayman xo'jayin. Yana bitta tepinchi, ber to'pni. Orqamacha tepib bo'ldi. Mana xo'jayin. Tepi. Gol bo'lmadi. Gol xo'jayin, gol. Buni emas varada, men turgan hammasi bor-ku. Shu varada. O'zi ham 9 ga urdi desa xo'jayin, gap yo'q xo'jayin. Kun og'ir o'tdi bugun, ha? Avashi. Ozgina ishlab ham qo'yaylik bo'lmasam bugunga. Ha, ishlaymiz. Xo'jayin, Lalaka o'g'lingizga bo'ri boyvachchaga. Yo'q, menga olib keldingmi deb o'ylab. Xo'jayin, yomon
Hosil qilasizlar. Xo'jayin, bu lalakuni yangi qadoqdagisi ko'rinishi ozgina o'zgaring, lekin sifatida katta o'zgarish bor. Namlikni o'tkazmaydi, yumshoq, botmaydi. Eng muhimi, xom ashyosi chet eldan keltirilgan. Xo'jayin, paxtalarini aytmaysizmi? Yumshoqda. Paxtani gapirib, yengil paxta qo'yib olyapti. Ay, qalas xo'jayin. Ha, sen ko'ngilda olishni bilasan. Sen zammiding? Ha. Ha, unda zamligincha qolib turaver. Nimaga xo'jayin? Endi unda tepasi menman-da. Hurmatli do'stlar, mana shu bizning YouTube kanalimiz, obuna bo'lish esdan chiqmasin.